Iyul oyida tug'ilganlar haqida turli xalqlarda qiziqarli kuzatishlar va tasavvurlar mavjud. Bu oy yozning eng qizg'in pallalaridan biri bo'lib, tabiat to'liq kuchga kirgan vaqtga to'g'ri keladi. Shu sababli iyul oyida tug'ilgan insonlar ko'pincha kuchli xarakter, chuqur hissiyot va ichki energiya bilan bog'lanadi. Ko'p kuzatishlarga ko'ra, iyul oyida tug'ilgan odamlar juda hissiyotli va mehribon bo'lishadi. Ular oilaga, yaqin insonlarga va do'stlarga katta ahamiyat beradi. Bunday insonlar uchun ishonch va sadoqat juda muhim. Agar kimnidir hayotiga kiritsa, uni osonlikcha tashlab ketmaydi. Iyul oyida tug'ilganlarning yana bir muhim xususiyati ularning intuitsiyasi kuchli bo'lishidir. Ular ko'p hollarda odamlarning niyatini tez his qiladi. Shu sababli atrofdagi muhitni yaxshi tushunib, vaziyatga moslashishda ustunlikka ega bo'ladi. Ko'pchilik iyul oyida tug'ilgan insonlar juda himoyachi tabiatga ega ekanini ta'kidlaydi. Ular yaqinlarini himoya qilishga tayyor bo'ladi va ba'zan shu sababli juda qattiq pozitsiyani egallashi mumkin. Ayniqsa oila masalasida ular juda mas'uliyatli hisoblanadi. Bu oyda tug'ilganlar ko'pincha ijodkorlikka moyil bo'ladi. Musiqa, adabiyot, kino yoki tasviriy san'at kabi sohalarga qiziqishi mumkin. Ular o'z hissiyotlarini ijod orqali ifoda qilishni yaxshi ko'radi. Iyul oyida tug'ilgan insonlarning qiyin tomonlari ham bor. Masalan, ular ba'zan kayfiyati tez o'zgarishi mumkin. Bir paytda juda quvnoq bo'lsa, boshqa paytda jim va o'ychan bo'lib qolishi mumkin. Bu esa ularning chuqur hissiyotli tabiati bilan bog'liq. Shu bilan birga, ular ba'zan o'tmishni juda ko'p eslab yuradi. Ba'zi voqealarni yoki gaplarni uzoq vaqt unutmasligi mumkin. Bu esa ba'zan ichki bezovtalik va xavotirga sabab bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, iyul oyida tug'ilganlar odatda mehribon, sadoqatli, ichki dunyosi boy insonlar hisoblanadi. Ular yaqinlariga mehr berishni, do'stlikni qadrlashni va hayotdan ma'no topishni yaxshi biladi. Qiziq tomoni shundaki, turli mamlakatlarda iyul oyida tug'ilganlar haqida o'xshash fikrlar uchraydi. Ko'pchilik ularni hissiyotga boy, oilaparvar va ishonchli insonlar sifatida ta'riflaydi. Albatta, inson xarakteri faqat tug'ilgan oyiga bog'liq emas. Tarbiya, muhit va shaxsiy tajriba ham katta ahamiyatga ega. Lekin baribir iyul oyida tug'ilganlar haqidagi bu kuzatishlar ko'p odamlarda o'xshash jihatlarni ko'rsatadi.